Negadir atrofimizni soxtaliklar qurshab olganday. Dorixonaga kirsangiz soxta dorilar, do'konga kirsangiz soxta oziq-ovqat, hattoki baliq ikrasini soxtasini ko'rib eyvoh devordim. Soxta brendlar, soxta kiyimlar, soxta tuyg'ular, soxta munosabatlar, soxta do'stlar va hattoki soxta insonlar va o'ta ketgan jirkanch holatdagisi bu soxta mulozamat. Hattoki muhabbat va sevgi ham soxta bo'lib ketdi. Soxta hurmat, soxta obro', eng yomoni soxta er-xotinlik. Ish qilib vijdonimiz va iymonimiz soxta bo'lmasa bo'lgani. Bu ketishda o'zimiz ham soxta bo'lib qolmasak. Eyvalloh. Yo'qsa boshimizga biz kutmagan musibatlar, biz kutmagan balolar xuddi yomg'irdek yog'ishi aniq. Mana shunday paytlarda haqiqiy do'st, haqiqiy inson, haqiqiy tuyg'u va haqiqiy narsalar nechog'lik qimmat va topilmas ekanligi qalbingni o'rtaydi. Alloh taolodan sajdalarimizda o'tinib atrofimizdagi soxtalarni daf qilib, haqiqiy tuyg'uli, haqiqiy vijdonli, haqiqiy iymonli, haqiqiy insonlarni jamlab qo'yishini so'rab qolamiz. Soxtalardan esa o'zi asrasin.